Makiyajim yoqdimi? Makiyajingiz juda chiroyli, lekin birinchi uchrashuvimizdagi makiyajingiz juda chiroyli edi. Tabiiyligingiz yoquvdi, sochlaringiz yoyilgan. Nimaga? O'zgarganman-ku. Xo'p, sizni tushundim. Nafosat opa, sochimni yoyib, makiyajimni nejniroq qilib bera olmaysizmi? Bular shuni xohlayaptilar. Voy, ketyotgandim-de. Iltimos. Voy, mayli, kira qoling, tezlashaylik unda. Chiroyli makiyaj yoqmadimi sizga? Menga yoqdi. Ular tabiiydek bo'lsin deyaptilar. Kuyov to'ra nima xohlaganlarini sezdim-de, makiyajni oddiy va sodda qilishga harakat qildim. Ko'z va qoshlarni juda ham tabiiy bo'yashga harakat qildi. Ko'zlari o'zi shiringina ekan. Jidki tenda ozginagina bo'yab berdim. Xolos, hech qanaqangi strelka va ortiqcha ten surmadik. Tabiiyligicha qoldirdik. Yuz tonlarini esa juda ham yupqa ton berdim. Yigitimiz xohlagan sepkillarni ochib berdik. Shunaqa obraz xohlaganmidingiz? Neçə gün paylab yolunu öyünə gələn günüm Bir nəfəscə tinç qoyub dostu yaran gəlmin durun Mən axır şu gül pərini köyündə heyranıman Bular makiyajimni ko'rmoqchidilar. Kirsalar maylimi? Ha, bemalol. Sepkillarim yoqmaydimi sizga? Men aynan shu sepkilarga oshiq bo'lganman o'zi.